Bir guruh shaxslar M39 xalqaro yo'li yoqasida turgan yuk mashinalariga benzin sepib, yoqib yuborishdi. Odam nima dushmanchilik qilish kerak, nima yomonlik qilish kerak bunaqa holatga kelish uchun? Benzin sepib, benzin quyib furasini yoqaveradi. Bu insoniyatmi, odamzodmi? Mayli u jinoyat, bir dushmanchilik, mayli misol dinni bir yoqqa surib turaylik, insonni o'zi qanaqa qilib qo'li borarkan, ko'p furachilar bilaman, bir xil furachilar oldiga yosh qizchasini, yosh o'g'lini oladi, mayli yur aylantirib keladi. Ichida shu kichkina bola bo'lganda nima bo'lardi? Yana Samarqand So'chak mahalla eng oldi furachilar misol moliya tarafga qaraganda ham eng yaxshi pul topib, zo'r summa ko'taradigan shular, zo'r imkoniyatlar yaratilgan. Butun misol O'zbekistonda eksport ham o'shatdan bo'ladi. Pul topolmaysiz, pulni ham misol uchun zo'r deydi. Nima dushmanchilik qilish mumkin? Ish ko'p-ku. Nima talasholmay qoldinglar sizlar? Nima talasholmay qoldinglar? Va bu holat ko'rib tillarim aylanmay qoldi. Real nima aytmoqchi? Shunaqa xafa bo'lib ketdim o'zim bilmadim to'g'risi. Bunaqa bo'lish uchun nima qilish kerak men hayronman to'g'risi. Samarqand So'chak. Men umuman kutmadim to'g'risi. Bu odamlardan men bunaqa yomonlik kutmadim. Real shunaqa hozir qattiq ta'sir qildi, shunaqa stress bo'ldi.